Mavzuyimiz nima ekan? So'tlar. Qancha yaqin turi bor ekan? 30 mingga yaqin turi bor, to'ppa-to'g'ri. So'tlarni o'rganish fan algologiya. Ularni qanday o'simliklar deymiz? Tuban. Demak, ularning ildizi, poyasi, bargi nima qilmagan? Rivojlanmagan. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, so'tlarni tuzilishiga qarab, nechiga bo'lar ekanmiz? Bir hujayrali va ko'p hujayrali. Bir hujayrali qaysi so'tlar kirar ekan? Xlorella va xlamida manada. Xlamida manadani yodlatganman, esingizda bor. Ya'ni xlorella qilib tashlash shart emas. Xlamido manada. Yaxshi. Xo'p, bu qayerda uchraydigan xlorella? Ko'lmak suvlarda. Xlamida manadachi? Akvariumlarda uchraydigan. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, gullab qolgan suv desam qaysi ekan? Xlorella bo'lar ekan. Tushundingizmi ham hozir bo'layotgan? Xlamida manada yoki xlorella umumiy nechta a'zosi bor ekan? 4 ta. Umumiy bo'lsa 4 ta. Endi xlamida manada nechta qo'shimcha a'zosi bor? 3 ta. Jami'naki 7 ta. Tushundingizmi? Demak, hop hujayraning tashqi tomonidan o'rab turadigan qism hujayra qopig'i. Hop ichidagi suyuqlik sitoplazma. Tushundingizmi? Yashil qismi xromatofor. Qanaqa shaklda edi u? Kosacha simon shaklda. Yaxshi. Keyingisi uni irsiy axborot saqlaydigan qismi yadrosi. Hop, xlamida manadaning harakat a'zosi qaysi ekan? Qilcha. Sezgi a'zosi qizil ko'chasi. Keraksiz mahsulotlarni chiqarib tashlasa, qisqaruvchi vaqt. Tushundingizmi hozir bo'layotgan? Muammoyim chiqdi axir. Eslab qoldinglar. Keyingisi bu ko'lmak suvlarda bo'ladi. Ko'lmak suvlarda ichini yana qaytarib turaman. Ko'lmak suv degani yerda shu yomg'ir yoqqandan keyin suv sepgandan keyin qolgan suvlar ko'karib qoladi, bilasizlar? O'sha suvni aytadi. Davomida ko'p xo'jalik suvlarni uchrash joyiga qarab bo'lar ekanmiz. Nimasiga qarab bo'lar ekanmiz? Uchrash joyi. Birinchisi chuqur suvlarda, ikkinchisi dengizlarda. Tushundingizmi? Chuqur suvda tarqalgan suv nechta ekan? 4 ta. Hop, birinchisi Ulotrix, Spirogyra, Cladophora, Xara. Muammoyim kimda axir? Eslab qoling. Hop, daryolarda, soylarda uchrasa Ulotrix. Hop, hovuz, zovur, sekin oqadigan suvlarda Spirogyra. Suv omborda uchrasa Cladophora, Sholipoyda uchrasa Xara. Endi qarang, shmi shoxlanmagan. Shoxlanmagan. Demak, Ulotrix bilan Spirogyra shoxlanmagan. Cladophora bilan Xara shoxlangan. Tushundingizmi hozir bo'layotgan? Shoxlangan bo'ldi. Eslab qolinglar. Yaxshi. Endi keyingisi bolalar, nimasiga e'tibor beramiz? Ulotrix ham Spirogyra ham ipsimon shakldagi suv. Tushundingizmi? Ulotrix rizoid rivojlangan, Spirogyra rizoidi rivojlanmagan. Ulotrix suv tagida nimadir toshga, cho'paklarga yoki yog'ochlarga yoki loyga yopishib olib o'sadi. Tushundingizmi? Lekin Spirogyra rizoid rivojlanmagan, suv betida qalqib turadi. Tushuntira oldimmi? Baqatoni desam qaysi biri edi? Spirogyra. Tushundinglar? Hop, Cladophora bilan Xara shoxlangan suv. Tushundinglar ham bo'layotgan shoxlangan. Cladophorani bo'yin uzunligi 1 metrga yetadi. Xarani bo'yin uzunligi 30-60 santimetrgacha yetadi. Tushundingizmi? Endi sizlarga bitta vazifa mashina ichida 30-60 santimetrlik yuksak o'simlik bor edi. O'shani topasizlar. Keyingi darsga savol beraman, topib kelasizlar. Tushundingizmi hozir? Eslab qolinglar. Demak, Xara o'qiyotganda chiqadi-yu 30-60 santimetr. O'sha 30-60 santimetrga yuksak o'simlik ham topasizlar. Tushundingizmi? Shu. Keyingisi dengiz suvotlari qayerda uchraydi bo'lmasa dengizlarda. Dengiz suvotlari dengiz qirg'oqlarida 50-60 metrgacha chuqurlikda uchraydi. Tushunasizlarmi hozir bo'layotgan? O'sha qirg'oqdan boshlab yurib ketaversam, o'zi bilasizlar, dengiz shunaqa bo'lgan joyga yurib ketaversak, birinchi suv tizaga chiqadi, keyin bu yer, keyin qisib ketasizlar, to'g'rimi? O'sha 30 metr, 50-60 metrgacha bo'lgan chuqurlikda nima qilar ekan? O'sadi. 50-60 metrdan yiqib o'smaydi, chunki ochiq dengiz boshlanadi yiqidi. Tushundingizmi? Odamlar ham shu 50-60 metrgacha cho'miladi-da dengizda. Endi qarang, ular rangiga qarab 3 ga bo'lar ekanmiz. Yashil, qo'ng'ir, qizil. Tushundingizmi hozir bo'layotgan? Yaxshi. Yashil suvot bir dona, ulug'a. Qo'ng'ir suvot ham bitta. Laminariya. Ikkinchi nomi dengiz kara. Endi qarang, sizga asosan to'xtalmay o'tman. Laminariyani pastki qismi novsimon, yuqori qismi tasmasimon, bo'yin uzunligi muncha, yapon dengizi uchraydi. Ular testga tushmaydi. Chunki biz DTM testlarga tayyorlanamiz. DTM testlarida mavzulashtirgan testlar tushmaydi. Tushundingizmi hozir o'tgan? Shu rangini ikkinchi nomini bilsangiz bo'ldi. Davomida qizil suvotlar 3 ta ekan. Porfira, Nemalion, Fillafora. Tushundingizmi hozir o'tgan? Porfira bolalar, dengiz salat ikkinchi nomi. Tushundingizmi? Bu uchalasi qanaqa rangli suv ekan? Qizil. Endi sizlarga qiziqtirgan bitta savol bor. Nima deyapsiz? Fillaforadan agar-agar degan modda olinadi. Agar-agar nima ustozingiz? Agar-agar xuddi jele bor-ku. Jele yoki biz o'zimiz tilda gapirganmiz, o'g'il bolalar tushunmaydi. Xalades bor-ku. Laqilab turadi, to'g'ri? Ana shu xaladesga o'xshagan modda, undan marmelad tayyor. Shu marmelad degan jele, ya'ni jeleli qandlar olamiz-ku, masalan, haligi C vitamini chiqadi-ku, ochib yeyotgansiz, bilasizlar? O'sha jele, o'sha marmelad va muzqaymoq tayyorlashda foydalanadi. Tushundingizmi hozir? Muzqaymoqlar ham tayyorlanadi va laboratoriyada nima maqsadda foydalanadi bo'lsa, laboratoriyada zamburug' va bakteriyalarni o'stirish uchun foydalanadi. Ovqat sifatida, ozuqa sifatida. Tushundingizmi hozir bo'lgan? Chunki u yumshoq-ku. Zamburug'lar bakteriyalar uni tezroq o'zlashtiradi. Tushuntira oldimmi? Shu. Endi qarang,
testda eng ko'p tushadigan invertal joylar. Buni uncha mavzularda tushuntirilmagan. Buni umumiy jamlab o'qituvchi tomonidan o'rgatiladi sizga. Tushundingizmi? Birinchisi nima? Pigmentlar. O'simliklar, suvo'tlar mavzu 4 ta pigment bilishimiz kerak. Xlorofil qanaqa rangli suv? Yashil. Karotin sariq, antosian qizil, ksantofil zarg'ov. Tushundingizmi mazmunni? Mana shu ranglarga qarab ham biz suvo'tlarni bo'lib qo'yganmiz. Ko'rdingizmi? Endi qarang, yana bitta rang aytadiki, ertaga sizga yashil suvo'tlarni topba desa, sizlar mana 4 talasini olasizlar, to'g'rimi? Yana bormi yashil suvo't? Ha? Ulva. Yanachi. Ha, xlorella ham, xlamidamanada ham qanday rangli suvo't? Yashil. Prosta yashil desa mana keladi, ki bu keladi. Bu shu bilan qotib qoladi. Yo'q, axir bu yerlar ham bir xo'jalik bo'lsa ham qanday suvo'tlar? Yashil. Faqat sizga savolni men aytayotmaslar. Yashil suvo't deb xolos. Bir xo'jalik demayapman, ko'p xo'jalik demayapman. Tushunasizlarmi mazmunni? Shu. Davomida. Va oxirgisi nima ekan? Organoidlar. Organoidlar e'tibor bering, nima uchun kerak? Bizga suvo'tlar mavzusida eng ko'p tekshiradigan savol yuksagini top, tubanini top. Tushundingizmi? Hozir gapirsangiz. Demak, yuksak nima uchun kerak? Yuksak o'simliklar bilamiz. Atirgul, hokazo. Tuban o'simliklar suvo'tlar. Buni yechish uchun suvo'tlarni yana ikkinchi marta aytaman. Uni nima qilish kerak? Nomini yodlash kerak. Endi bu to'g'ridan-to'g'ri berilgan savol. Endi buni chalg'ituvchi varianti pigmentlar bilan amalga oshiriladi, ya'ni organoidlar bilan. Odamning organoid bilan pigment nima farqi bor desangiz, organoid bu organ. Tushunasizmi? Xloroplast ham yashil-ku domla, xlorofil ham yashil deysiz. Xloroplast tarkibida xlorofil degan modda bo'ladi. Tushundingizmi mazmunni? Xlorofil degan pigment bo'ladi. Xlorofil bu pigment, xloroplast bu nima ekan? Organoid. Mana shuncha yozib qo'ydim, ko'rdingizmi? Demak, qanaqa organoid bor? Xloroplastlar yuksak o'simliklarda bo'ladi, xromatoforlar tuban o'simliklarda bo'ladi. Ya'ni mana mana shu yozgan suvo'tlarning hammasi nima bo'ladi? Xromatofor. Hali gulli, sporali, urug'li o'simliklarda xloroplast bo'ladi. Tushundingizmi mazmunni? Eslab qoldingizmi? Bo'ldi.